Hech kimda ko'proq yoki kamroq vaqt bo'lmaydi. Barchamizga vaqt teng berilgan. Ammo ko'pchiligimizda vaqtdan unumli foydalanish muammosi mavjud va uni to'g'ri rejalashtirishni bilmaymiz. Bu esa insonga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Siz vaqtingiz qanday o'tib ketganini va kun davomida hech narsaga ulgurmay qolganingizni sezmay ham qolasiz. Bunday holatlarni oldini olish uchun biz sizning vaqtingizni boshqarishning 7 ta qoidasini taqdim etamiz. Birinchi qoida: daftaringizga vaqtingizni o'g'irlayotgan narsalar haqida yozib chiqing. Agar siz vaqtingizni keraksiz narsalarga sarflayotgan bo'lsangiz, hamda muhim vazifalarni bajarish uchun yetarli vaqtingiz bo'lmasa, bu holatni ko'rib chiqing va uni o'zgartiring. Ikkinchi qoida: doimiy ravishda o'z ustingizda ishlang. Barchamiz uchun murakkab holat bu o'z ustimizda ishlashdir. Har doim ham diqqatni bir joyga to'plab, biron bir ishni bajarishning o'zi bo'lmaydi. O'zingizda foydali ko'nikmalarni shakllantirish uchun bir oy davomida shu ish bilan muntazam shug'ullansangiz, bu odatga aylanadi. Agarda o'z ustingizda ishlash ko'nikmasini shakllantira olsangiz, har qanday to'siqlarni bemalol yengib o'ta olasiz. Uchinchi qoida: kun, hafta, oy va yil uchun ishlaringizning aniq rejasini tuzing. Bunday reja va bajarishi shart bo'lgan vazifalar ro'yxati yordamida siz ko'p vaqt sarflaydigan ishlarni sinchkovlik bilan ko'rib chiqib, ayni vaqtda hamda keyingi rejalashtirgan ishlaringizni aniqlashingiz mumkin. To'rtinchi qoida: kitob o'qing. Siz istalgan joyda, navbatda, jamoat transportida, tabiatda kitob o'qishingiz mumkin. Buning uchun shunchaki sevimli kitobingizni o'zingiz bilan birga olib yurishingiz kifoya. Beshinchi qoida: ishni tasodifiy tarzda tanlang. Har safar bo'sh vaqtingiz paydo bo'ldi deguncha, rejalashtirilgan ro'yxatingizdagi biron bir vazifani tasodifiy tarzda tanlang. Bu tez qaror qabul qilishga yordam beradi. Oltinchi qoida: dangasalik bilan kurashing. Shuni yodda tutingki, siz o'tkazib yuborgan vaqt hech qachon qaytib kelmaydi. Vaqtingizdan beunum foydalanmang. Befoyda o'tkazilgan vaqt bu kelajagingizga yomon ta'sir ko'rsatadi. Va eng so'nggi qoida: foydali ishni zavq bilan bajaring. Uyingizni tozalashingiz kerakmi? Albatta, dam olish kunida tozalashni eng yoqimli mashg'ulot deb bo'lmaydi. Agarda tozalash paytida sevimli qo'shig'ingizni tinglab shug'ullansangiz, ishingiz ancha maroqli kechadi. Yodingizda bo'lsin, o'z ishlarini keyinga qoldiradigan insonlar hech qachon muvaffaqiyat qozonmaydilar.